Assalomu alaykum qadrli Intimoq telekanali muxlislari, e'tiboringizda bugundan boshlab yangi loyiha Munavvar kun dasturi. Biz ushbu dastur orqali haftaning har shanba kunidan tashqari ish kunlari biz sizlar bilan bevosita efir orqali xonadoningizda mehmon bo'lamiz va shuningdek hamkasblarimiz tomonidan tayyorlangan turli xilma-xil sahifalar bilan tanishishingiz mumkin va ajoyib dilrabo qo'shiqlar tinglab dam olishingiz mumkin. Demak, ilk ko'rsatuvimiz boshlandi. Bugun biz studiyamizga Darmonosh klinikasida ko'plagan bemorlar dardiga malham bo'lgan vrach urolog Muzaffarjon Qohorovni taklif etganmiz. Mehmonimiz o'z joyini egallab olgunga qadar biz navbatni qo'shiqqa bersak. Ha, aytgancha, bugun dasturimizda hali 7 yoshga to'lib ulgurmagan bo'lsa-da, internet olamida 100 minglab muxlislarni o'ziga jalb eta olgan, o'ziga rom eta olgan yosh jajji qo'shiqchi Jo'rabek Jo'rayev qo'shiqlaridan bahramand bo'lamiz. Bo'lmasa marhamat, Jo'rabek Jo'rayev ijro etgan, u 5 yoshda ijro etgan Bahor yomg'iri deb nomlangan tojikcha qo'shiqni havola etamiz. Marhamat.
Qadrli Oinajon muxlislari, eslatib o'tamiz, efirda Munavvar kun dasturi bevosita efir orqali xonadoningizda mehmon bo'lmoqda. Assalomu alaykum. Muzaffarjon, Shinam studiyamizda sizni xush ko'rdik. Siz bugungi ko'rsatuvimizning ilk mehmonisiz. Aytingchi, bungacha kamera oldida bir intervyu berganmisiz, bir gapirganmisiz televiziyadan chiqib? Xullas, bir sir bosish kabi biror narsa sezmayapsizmi? Albatta, bunga davr bir martaba kamera oldida chiqqanman, lekin baribir hayajon bor, sir tutadi. Umid qilaman, ko'rsatuv davomida bu narsa yo'qoladi, to'g'rimi? Albatta. Endi hozirgina mana efir orqali tomosha qildik Jo'rabek Jo'rayevning ijrosidagi qo'shiqqa. Siz qanday baho berasiz? Juda ham zo'r, me'yorida yetkazib ijro etgan, juda ham Yaxshi. Endi kasbingizga oid savolni bersam. Urologlar bu buyrak va peshob yo'llari kasalliklarini davolovchi shifokorlar hisoblanishadi. Albatta bunday dardga chalinganlar arz qila olishmasdan vaqt o'tishi bilan bu kasallikni o'tkazib yuborishadi degan to'g'rimi? Gapim qanchalik to'g'ri? albatta ko'pchilik kelib xijolat bo'ladi, tortinadi kelishlikka. Shunda kasallik avj olib, bepushtlik kasalligi kelib chiqadi. Ko'p bolalarda shunaqa. Shuning uchun yoshlikdan albatta shifokor, ya'ni urolog ko'rigidan farzandlarimizni o'tkazishni taklif qilardim ota-onalarga ko'proq. Hozirgi kunda shu bepushtlik kasalligi yildan yilga ko'paymoqda, shuni oldini bir olgandek bo'lardik. Xo'p, urologlarga murojaat qilayotgan bemorlar soni yoki yoshi qancha, necha yoshdagilar ko'proq? Hozir aytib o'tgandek, yoshlarda juda ham ko'p, chunki bepushtlik kasalligi ayniqsa ko'pligi uchun 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarda bepushtlik kasalligi va 30 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan erkaklarda prostatit kasalligi bilan ko'proq murojaat qilinishadi va ham ayollar ham murojaat qilinadi. Bu ayollar ko'proq buyrak kasalliklari va quviq kasalliklari bo'yicha buyrakda tosh paydo bo'lishligi, shular bilan bizga urologlarga murojaat qilinishadi. Xo'p, endi o'sha urologik kasalliklarni kelib chiqishiga nima sabab? Albatta bu urologik kasallikka kelib chiqish sabablari hozirgi kunda o'zi juda ham ko'p sabablari. Mana oddiy misol, boya aytib o'tganimdek bepushtlik kasalligiga sabab yoshlikdagi tepki chiqishligi ham bir sabab. Chunki oddiy quloq orqasiga tepki chiqishi ham bunga sabab bo'ladi. Albatta, biz bu infeksion kasallikka kiradi. Bu ham o'zini yuqumli, ya'ni bu ta'sirini o'tkazadi. Albatta bu moyakka ta'sirini o'tkazadi bu. Bizda masalan ko'p yosh bolalarda, shu 4, 5, 7 yoshgacha bo'lgan bolalarda quloqning orqasiga tepki chiqadi-da. Biz vrachga bormaymiz-da. Biz mentalitetimiz shunaqa-yu. Biz haligi egiz tuqqan ayollarga borib, quloqning orqasiga teptirib, massis bilan tepib qo'yadi, shu bilan davo bo'ldi deb cheklanib qolamiz. Demak, siz u ham davo bo'ladimi yoki u biz uchun ozgina noto'g'ri. Albatta infeksion vrachga murojaat qilishligini tavsiya qilardik. Shu kasal bilan chalingan bolalarni ota-onalarni shu vrachga olib borishni tavsiya qilardik. Infeksion vrachga. O'sha tepki chiqqanda borib ko'rinish kerak. Chunki bu aziz tomoshabinlar, aziz ota-onalar, eshityapsizmi? Agar bolangizda quloq orqasida tepki degan narsa chiqsa, buni egiz tuqqan ayollarga teptirmasdan balkim yuqumli kasalliklar shifokoriga murojaat qilish kerak ekan. Buni asorati keyinchalik yomonga aylanib ketishi mumkin. Mana shu holda sabablari yana bir qanchalardan iborat. Bu bepushtlik kasalligini, ya'ni tug'ilgan bolalarda moyakni xoltaga tushmay qolishligi ham bir sababi. Moyak xoltasida suv paydo bo'lishligi va moyakda qon tomirlar kengayishligi, varikoz deb qo'yamiz tilda, shu ham sababchisi va infeksiya kasalliklar yuqtirib olishliklari hozirgi kunda juda ham ko'p rivojlangan kasalliklarda, ya'ni chet ellardan ko'pchilik holatlarda
yuqtirib kelishlik holat bo'lyapti. Bu kasalliklar xlamidioz, traxminoz, ya'ni gonoreya degan kasalliklardan ko'pchilik murojaat qilishyapti. Endi bu kasalliklar qo'rqinchli kasallikmi yoki davolash? Albatta, buni ham oldini vaqtida olinmasa, haqiqiy bepushtlik bo'lib qoladi. Albatta, bu farzandsiz bo'lib qolishadi bular. Shuni davolab oldini olsa bo'ladimi? Albatta oldini olsa bo'ladi. Albatta. Shuning uchun vaqtida bizga murojaat qilishligi kerak. Shu kasallik bilan chalingandan keyin albatta murojaat qilishligi. Bizda hozirgi kunda siz aytmoqchi, haligi ko'proq vrachga emas, har xil shunaqa o'zimizni bir uydagi sharoitdagi nimalarni ko'proq qo'llaymiz. Shunda kasallik rivojlanib kuchayib ketishi mumkin. U bizga foyda bermasdan aksincha zarar bo'lib qolishi ham mumkin, to'g'rimi? Albatta. Xo'p, endi ayrim yosh bolalarda, balkim o'sha maktab yoshgacha bo'lgan bolalarda tagini ho'llab qo'yishlik bo'ladi. Bu ko'pchilikda uchraydigan narsa. Ayrim bolalarda esa bu balog'at yoshigacha ham kuzatilishi mumkin-da. O'sha sizni kasbingizga oid kasallikmi bu ham? Albatta, bu bizni kasbimizga 20% kiriladi. O'zi bu kasalning nomi enurez deb qo'yiladi. Tagini ho'llab qo'yishlik. Bu urologiya kasalligiga 20% bizga murojaat qilinsa, 80% nevrologik kasallik deb hisoblanadi. Bu albatta bu yosh bolalarda, chunki qattiq qo'rqishlik ham bu kasallikka, yoshlikdagi qattiq qo'rqib qolishlik ham bu kasallikni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun biz albatta avvalo nevrologiya shifokoriga murojaat qilishlikni tavsiya qilamiz va ular agarda o'zlarida hech qanday nevrologik kasallik aniqlanmasa, u bolalarni keyin urologiyaga, ya'ni urologiya vrachiga ular yuborishadi. Davolashning yo'li bor-da, masalan. Davolashning yo'li bor, albatta. Biz o'zimizni muolajalarimizni o'tkazib davolaymiz. Masalan, qancha vaqt ketadi o'sha bir bolani tagini ho'llab qo'yishini to'xtatish uchun qancha vaqt? Agar nevrologik kasallik bo'lsa, bu 1 oydan 2 oygacha bo'ladi. Chunki u bolani ko'proq psixologiyasiga ta'sir beruvchi usullar qo'llaniladi. Agarda urologiya bo'lsa, bu tez deyla 10 kun 20 kunda yaxshi bo'lib ketadi. Juda ham yaxshi. Muzaffarjon, endi mana biz kundalik hayotimizda boshqa bir kasb egalariga ehtiyoj sezamiz. Masalan, ertalab ishga kelayotganimizda haydovchilarga, do'konga kelib biror narsa xarid qilsak, o'sha do'kondorlarga ehtiyojlik sezamizda. Keling, hozir tunni tongga ulab, uyqudan qolib, ertalabki dasturxonimizga issiq nonlarni tortiq qilayotgan novvoylarimiz haqida tayyorlangan har bir kasb ardoqli degan sahifani tomosha qilsak desam nima deysiz? Juda ham yaxshi bo'lardi. Marhamat tomoshabinlar, e'tiboringizda har bir kasb ardoqli deb nomlangan sahifa. O'sh shahrida tungi soat 3. O'sh shahrida tungi soat 3. Odatda bu vaqtda aholining asosiy qismi tinch uyquda bo'ladi. Biroq hali tong otmay bir kasb egalarining ishi boshlanadi. Ha, to'g'ri taxmin qildingiz, bular novvoychilar. Ulardan biri esa Alisher. Alisher, aytingchi, xamirning yaxshi qorilishi uchun nimalar qilish lozim? Jurilish uchun qanday hikmalarni qo'llanasiz? O'shol biz suvni normalniy qo'yishingiz kerak. Issiq joy sovuq chiqarishga kelsa, o'zining bir normasi bor. O'shanda qo'ysangiz, suv o'sha xamir normalniy bo'ladi. Shakar, tuz qo'shing, ma qo'shamiz 2 litr. Un qo'shamiz. Alisher 17 yoshda. Bu novvoyxonada xamir qoruvchi bo'lib ishlaganiga hech qancha vaqt bo'lgani yo'q. Uning ishi xalq uyqudaligi vaqtida boshlanadi. Bolaligidanoq otasiga yordam berib kelgan qahramonimiz endi mustaqil xamir qorib ish boshlagan davri. Xamirda chayvatadi ta'sir bu apparat. Bu apparatni ham ishlar qiladi. Qancha vaqtda
xamirni 10 minutda tayyor qilib beradi. Boshqarib bo'lib turadi, undan qo'lingiz tirik ketishi mumkin. O'shandan siz o'zingiz sajda qilib turishingiz kerakda. Sen buyruq qavur zimmerda chiqib kelasan, boshqada jihatlar. Yo'q, men boshida chekib qilmayman, men non jasab beraman. Shu ertangi xamirni birinchi, ikkinchi xamirni men qilib berayman-da. Apparat yordamida tayyorlangan xamirni yog'ochdan yasalgan idishga solib qoriy boshlanadi. Asosan xamirni maromiga yetkazish uchun kuch talab qilinganligi bois ko'pincha bu yo'nalishda yigitlar ishlaydi. Alisher kuniga 3 qop undan xamir qiladi. Shular xamirimiz tayyor bo'lib, nashi pechni ustiga chiqaramiz. Seneki pechni ustida ozgina tashiydi. Yana bostirishni boshlaymiz. Obdon qorilgandan so'ng yarim soat o'tib xamir endi Yahyobekning qo'liga o'tadi. U xamirlarni grammlarga bo'lib zuvala qilinadi. Boshida har bir narsani taroziga solib tortib tursa, hozir nonvoy ko'z o'lchoviga ishonadi. Birinchi qopni tungi soat 3 da tayyorlagan bo'lsa, tong sahargacha 3-chisini ham bitiradi. Ertadan soat 3 da turamiz, xamir qilamiz. Keyin 3-4 da xamir ko'pat. Mana shunda xamirni bostiramiz. Shu bostiramiz. 5 tugadi. Shu novochligiga qiziqqanim uchun shu novochligiga kirganman. Yasashda o'zini qiziqarli nimasi bor-da. Har bir qop undan 220 ta non chiqar ekan. Soat 5 ga yaqin parkashchilar keladi. O'z vazifasiga ko'nikib ketgan qo'llar tayyor bo'lgan xamirlarni maromiga yetkazib yasay boshlashadi. Shundan so'ng xamir tandirga, aniqroq aytganda ustaga yuboriladi. Ustaning ishi boshqalardan farqlangan holda kechroq soat 6 larda boshlanadi. Nonning xamiriga suvga aralashtirilgan quruq sut surtilib, tandirga yopishtiriladi. Quruq sut nonga qizg'ish, sariq tus berish uchun ishlatiladi. Har bir non 7-8 daqiqada tayyor bo'lib qolganiga lol bo'lib qolasan kishi. Novvoy o't yoqishning ham o'z usulini o'zlashtirishi kerak. Masalan, olov bir qolipda, bir tekisda yonish uchun ko'mirni so'zsiz miltiratib, yoqmasa non kuyib ketadi. Mazkur novvoyxonada jami bo'lib 5 nafar xodim faoliyat olib boradi. Hammasidan ham non yopgan odamning sog'ligiga zarar keltiradigan narsalar ham yo'q emas. Masalan, 3 qop unga yarim qop ko'mir sarflash kerak. Ko'mirdan chiqqan isning zararidan himoya qilish uchun novvoylar kuniga sut ichib turishi zarur ekan. Biroq bu sharoit har bir novvoyda qo'llanmasligi o'kinchli. Yozning issiq kunida ham mazkur soha vakillari boshlariga nam durra urab ishlashadi. Chala siqilgan durra 2 daqiqada qurib qayta namlashga to'g'ri keladi. Shunday qilmasa qon bosimi tez ko'tarilib ketishi mumkin. 18 yildan beri non yopib kelayotgan Muzaffar akaning vaqti ziqligi uchun suhbatimizni qisqa qildik. Bunda uyquchiligi yo'q. Uxlamaysan, tunda turib boshlaysan. Soat 2da. Uyingda kunda issiq non bo'ladi, boshqa. Novvoylarning ta'kidlashicha, shanba va yakshanba kunlari to'y marosimlarga buyurtma ko'p keladi. Bunday vaqtlarda 1,5 ming donagacha non yopishadi. Ayrim vaqtlarda bundan ham ko'p. Qolgan kunlari bo'lsa, bir kecha kunduzda 800 ga yaqin non o'z egalariga yetkaziladi. Mana shunday qilib tongga yaqin issiq nonlar tayyor bo'ldi. Yerga yorug' tushgandan boshlab tun qorong'usi boshlangunga qadar novvoyxonaning oldiga kelgan xaridorlarning oyog'i uzilmaydi. Har bir novvoyxonaning ovqatlanuvchi yoki do'konlar bilan shartnomasi bor. Shunga yarasha tong saharda oshxonalarga nonlarni yetkazib berish boshlanadi. Obro'si jamiyatga bilinmasa ham kunlik turmushda eng kerakli kasblarning biri novvoychilik ekanini sizlarga qisqacha aytib o'tdik. Qaysi kasbni o'rganishdan qat'iy nazar muvaffaqiyatga erishishga harakat qilish lozim. Sababi har bir kasb ardoqli. Har bir kesip ардактуу программасы Жаштар демилгелерин колдоо фонду долбоорунун алкагында Юзофош коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашырылып, Сорос Кыргызстан фондунун Жаштар программасы тарабынан каржыланат.
Детский мир «Радуга» поздравляет с Новым годом и объявляет о новых поступлениях для детей любого возраста. Одежда, обувь, игрушки, детское питание и многое другое прямыми поставками из КНР, Турции и Кореи. Новинки, качество, выбор и цена вас просто удивят. Подарите праздник своему ребенку. Детский мир «Радуга», улица Карасульская, 8Г, торговый центр «Сизим», ориентир Ожский район. В каждом доме есть хранители счастья. Это могут быть даже окна и подоконники. Мы любим, мечтаем, радуемся и дарим радость любимым. А пластиковые окна и подоконники Нурпен помнят все наши счастливые моменты. Пластиковые окна и подоконники Нурпен созданы для счастливых историй. Лорис Парфюм. Французские ароматы стали еще ближе. Самый большой ассортимент. Мужская и женская брендовая парфюмерная вода. Более 400 видов со скидкой 60% на все товары. Торопитесь, подарите себе кусочек Франции. Лорис Парфюм уже в вашем городе. ыңғайлы белеби сага. Үйімдегідей. Такси Набба. Үйдегідей ыңғайлы. 144. Наслаждайтесь специальными ценами. 239 плюс 1 евро Соша до Стамбула в день Святого Валентина. Turkish Airlines. Widen your world. Qadrli muxlislar, e'tiboringizda bevosita muloqotda Munavvar kun dasturi va studiyamizda vrach-urolog Muzaffarjon Qahhorov. Muzaffarjon, bizni Intimaq teleradio kompaniyamiz tele va radiodan tashqari o'zini intimaq.kg saytiga ham ega va shuningdek biz demdomlangan mana bunday gazeta ham chiqaradi-da. Qirg'iz va o'zbek tillarida. Mana men sizga shu gazetani taqdim qilay. Bir ko'z yugurtirib turing. Diqqat bilan e'tibor bering. Men sizga shu gazetaga bog'liq bir savol beraman. Bemalol ko'z yugurtirishingiz mumkin. Qadrli muxlislar, biz gazetasining bugun bu sonida yoshlarni o'zini tanishga imkon bo'lmayapti sarlavhasida O'tkir Abdumo'minov bilan suhbat, yolg'iz qolganda yurak xuruj qilib qolsa kabi ko'p maqolalar o'rin olgan. Qalay, gazeta yaxshimi? Juda ham chiroyli, ranglik nusxada chop etilibdi. Xursandmiz. Yaxshi. Endi men albatta o'qishga harakat qilamiz, olib har bir sonni. Va tomoshabinlarga ham tavsiya qilasiz, to'g'rimi? Xo'p, endi savol. Qo'lingizda Biz gazetasining nechanchi soni turibdi? Tezlik bilan. Tezlik bilan. Xo'p. Agarda mana bu xato bo'lmasa 004, 4-soni emasmi? Ha, to'g'ri. Biz gazetasining 4-soni qo'lingizda turibdi. Shu gazeta sizga bemalol o'qib chiqing ishdan bo'sh vaqtlarda va tomoshabinlarga ham Biz gazetasini xarid qilishingizni tilab qolamiz. Rahmat. Xo'p, yana kasbingizga oid savolga o'tsak. Ma'lumotlarga ko'ra, urologik kasalliklar yildan yilga yosharib bormoqda ekan va dunyodagi erkaklar o'zida bu kasallik borligini bilmaydiganlar soni yarimlab qopti-da. Dunyo erkaklarida o'sha yarmi bu kasallik o'zida borligini bilmas ekan. Bu qanchalik to'g'ri? To'g'ri, hozirgi kunda boyaga aytib o'tgandek prostatit kasalligi yildan yilga hozirgi kunda yosharib bormoqda. Hozirgi kunda mana 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan
o'smir bolalarda ham juda ham ko'p uchramoqda. Oldin qanaqa edi? Oldin 30 da yuqorisida edi. Hozir 20 ni yuqorisida bo'lib sanayapti, 30 ni pastida. Chunki bu yerda aytaylik haligi kimyoviy har xil moddalarni yeyish, mana tanovul qilayotgan mahsulotlarda hammasi kimyoviy moddalar o'tib ketgan. Kimyoviy, ya'ni boyaga aytib o'tilgandek infeksiya birinchi o'rinda infeksiya turadi. Infeksiya yuqtirilish kasalliklari buni juda ham shu ta'sirini o'tkazadi prostat kasalligiga. Bu endi avj olyapti deylik. Ko'payib ketyapti demakki, avj olishga sabab bo'lyapti deylik. Xo'p, shifokorga borishga iymangan odam, masalan, shifokorga borib menda shunaqa narsa bo'lyapti deyishlik har bir erkakning qo'lidan kelmaydi-da, xijolat bo'ladi. Xijolat degan narsa bor-da. Endi shunday odam o'zini bu kasalliklardan saqlash uchun nimaga e'tibor berish kerak? Qanday sog'lom turmush tarzini o'tkazish mumkin? Endi albatta o'zini issiqroq saqlanish kerak. Ayniqsa qishki kunlarida, sovuq kunlarida oyoqni va quvuqni issiqroq saqlanish kerak bo'ladi. Ya'ni uyga kirganida issiq vanna qilishlik oyoqlikni tavsiya qilamiz biz ularga. Yana bir qancha nimalari ko'p. Ya'ni xo'p. Endi kasalliklar belgilari haqida, davolash yo'llari agar e'tibor berilmasa, u qanday asoratlarga olib keladi? Ya'ni boya aytganimizdek, bepushtlik kasalligi ko'proq bu prostatit, ya'ni xronический kasalliklar bo'lib qolishi mumkin. Endi xronический kasalliklarga duchor bo'lgan odam albatta har yili profilaktik ko'riklikdan o'tilishi lozim bo'ladi. Xo'p, shu savol, shu javobga nisbatan qarata men nima aytayapman-da, hozir erkaklar kasalliklarini oldini olish va profilaktik tadbirlar davlatimizda uyushtirilib turiladi. Har yili 10 kunlik, 20 kunlik degan narsa. Bunda bepul shifokor maslahati, urolog maslahati davlatimiz tomonidan uyushtirilganda, bu qanchalik natija beryapti? Albatta bu faqat o'sha viloyat O'sh oblast klinik kasalxonasidagina yuritiladimi yoki xususiy klinikalarda ham yuritiladimi? Bu faqatgina viloyat shahar klinikalardagina yuritiladi. Bu har bir viloyatda o'zida, ya'ni oblastlarimizda, Qirg'iziston shahrimizda, Qirg'iziston respublikamizda. Men o'zim ham shu qatorda mana 2-3 yildan beri desam ham bo'ladi. Har yili shunaqa rayon maktablarida shunaqa o'zim tadbir o'tkazyapman. Qanday, masalan? Ya'ni maktablardagi o'g'il bolalarni 1-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan o'g'il bolalarni nazoratdan o'tkazyapman. Ko'rigimdan o'tkazyapman albatta. Bu qanday? Kim moliyalashtiradi u yoki hech qanday homiy yo'q. Bunga men faqat o'zim shu harakat qilib yurtimizni, kelajagimizdagi farzandlarni sog'lom bo'lishligi uchun harakat qilmoqdaman. Rahmat katta, yaxshi ishni bajaryapsiz ekan va albatta bunga bir homiylar ham topiladi degan bu ish yana davomiyli bo'lish uchun albatta bir moliya bilan bog'liqda. Va albatta bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlar orasida buni qo'llaydiganlar ham topiladi. Mana 2015-yilning 1-oyi tugab, fevral oyiga ham qadam qo'ydikda. Siz 2015-yilni qanday kutib oldingiz? Qanday muvaffaqiyatlarga erishdingiz? Endi eski yilga birinchi to'xtab o'tsam, 2014-yili yaxshi yillardan biri bo'ldi. Biz ko'p yaxshi nimalarga, yaxshi natijalarga erishdim. Mana endi 2015-yilda men ya'ni shu 31-dekabr kuni navbatchilikda, ya'ni o'zimni klinikamda navbatchilik qismida o'tkazdim, kutib oldim. O'zi qandaydir bir hisobli kasb egalari bor, masalan, televideniya xodimlari, shifokorlar, militsiyalar navbatchilik qaysi kunga to'g'ri kelsa o'sha kunda turish kerak, to'g'rimi? Sizga ham 31-dekabr yangi yil kechasi navbatchiga to'g'ri kelib qoldi. Shunga shu majburmiz. Endi kasb burchingiz bu. Burchimiz. Xo'p. Savolim avvalida men yangi yil haqida bejiz gapirmadim. Yangi yilni kutib olish bo'yicha ham rekord qo'ysa bo'lar ekan. Ya'ni qanday? 2015-yilni kutishda dunyoda Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti Dubay shahri 2015-yilni kutib olishda rekordga ega bo'ldi.
Bu qanday rekord haqida hamkasbimiz Madina Ulug'bek qizi tayyorlagan rekordlar sahifasida bu so'zimizga oydinlik kiritiladi. Marhamat, tomoshabinlar, rekordlar sahifasiga e'tibor qaratamiz. Dubayda yangi yil kechasi o'tkazilgan mushakbozlik tomoshasi Ginnesning rekordlar kitobiga kiritildi. Birlashgan Arab Amirliklari matbuotining xabariga ko'ra, bu tomosha hajmi va davomiyligi jihatidan dunyodagi eng kattasi bo'lgan. Ajabtovur shouni 10 mingga yaqin sayyoh hamda dunyoning millionlab aholisi kuzatgan. Tomosha 6 daqiqa davom etdi. Bu vaqtda 450 ming mushak sarflangan, ular 100 kilometr diametr uzoqlikka o'rnatilgan. Pirotexniklar hatto samoda Birlashgan Arab Amirliklari bayrog'ini tasvirlashni ham uddalashgan. Bu tomosha Burj Xalifa minorasida tashkil qilingan. Muzaffarjon, e'tiboringizni ekranimiz oldida katakchalar paydo bo'ladi. Rejissorimizdan so'ranamiz. Shu katakchalarga e'tibor qaratishingizni so'ranaman. Mana ekranga qarang. Bu katakchalar ortida tibbiyotga oid bo'lgan bir so'z yashiringan. Nima deb o'ylaysiz? Qani 9 ta harfdan iborat ekan. Tibbiyotga oid. Xo'p, yordamlar yo'qmi? Xo'p, hozir 5-harfni ochib qo'yishni so'ranamiz hozir. Mayli? Birinchini ochmaymiz. Mayli. Qarang. Xo'p. O harfi. Nima deb o'ylaysiz? Tibbiyotga oid. Urologiyami? Gastroenterologiyami? Bu juda ham qiziq. Yordam bering. Yana yordam so'radik. Buni nafaqat tibbiyot sohasidagilar, balkim davlat boshliqlari, yuqori baland amalga o'tirayotganlar ham bu so'zni bajarishadi. Nafaqat tibbiyotchilarga bog'liq. Bajarishadi, albatta. Nima? Bu endi ko'proq qasamyod qilish, ya'ni Gippokrat bo'lsa kerak. Rahmat, barakalloh. Gippokrat qasamyoti edi. Prizam bormi bunga? Albatta bor. Rejissorimizdan to'liq ochib qo'yishni iltimos qilamiz. Xo'p. Endi yana sohaga oid savollarga o'tsak. Urologik kasalliklarga chalinmaslik uchun tahorat olayotganda hech qachon sovuq suvdan foydalanmaslikni tavsiya qilasizlarmi yoki sovuq issiq suvni bunga aloqasi yo'qmi?
Yo, albatta aloqasi bor. Biz aytib o'tamiz, albatta tahoratda issiq suvdan foydalanishlikni va quritishlikni o'sha ho'llangan joyini albatta sochiq bilan artishlik. Sochiq bilan albatta quritishlikni tavsiya qilamiz. Albatta ta'siri bor bunga. Chunki prostatit kasalligi, ya'ni xronический turiga, ya'ni surunkali turiga o'tib ketishligi shundan ham bir sabab bo'lishi mumkin. Xo'p. Ayollar ham urologga murojaat qilishadimi? Ular qanday kasallik bilan og'rib turishadi? Albatta ayollarning biz urologlarga tashrifi murojaat qilishi juda ham ko'p. Ular pielonefrit, ya'ni pochka shamollanishligi, pochkada tosh paydo bo'lishligi va quv shamollanishligi, sistit kasalligi, chehmaze deb qo'yamiz. Shu kasalligi bo'yicha ayollar bizga murojaat qilishadi. Bularga biz o'zimizni maslahatlarimizni berib shu mana hozir buyrakda, qovoqda tosh bor deyilyapti-da, shunday kasalliklarni bizda albatta bir davolashning ilojisi bormi yoki nimami? Jarrohlik yo'li bilan tuzatiladimi? Albatta bu tosh paydo bo'lishligini biz buni avvalo tekshiruvdan o'tkazamiz, ya'ni UZI tekshiruvi, analiz tekshiruvlari, ya'ni u yerdagi bu o'zi tosh, bu tuzdan iborat bo'ladi, tuzdan yig'iladi bu narsalar. Bu toshlar biz buni tuzni qaysi, ya'ni toshni qaysi turligini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun biz analiz tekshiruvlariga olamiz va UZI, rentgen, tomografiya tekshiruvlari. Bulardan keyin u yerdagi toshni miqdorini aniqlaymiz. Kattaligini aniqlab, unga qarab turib biz yo maydalab, parchalab tushirib olish yo'llari yoki operatsiya yoki jarrohlik yoki shu maydalab tushirib olish yo'llari yoki harakat qilasizlar. Dorilar bilan. Endi ko'proq qanday bo'ladi? Masalan, ko'proq maydalab tushirib olish yo'llari bilan kelganlar bo'ladimi yoki jarrohlik? Ko'proq shu davolanish, maydalash yo'llari bilan ko'proq harakat qilamiz. Yaxshi, rahmat. Muzaffarjon, endi o'zingizga bog'liq, shaxsiy hayotingizga bog'liq savol bermoqchiman-da. Siz xushovoz xonanda Jahongir Haydarov bilan xolovatcha bo'lasiz. Buni bir vodiyda buni bo'la deyishadi. Siz ham qo'shiq kuylab turasizmi? Albatta Jahongir bilan tengdoshsiz, 1-2 yosh narisi. Biz Jahongir akam bilan yoshlikdan katta bo'lganmiz. Men ham juda san'atga qiziqardim. Yoshlikdan ikkalamiz birga uyda vazifalarni bajarayotganda birgalikda qo'shiqlar xirgoya qilib turardik. Lekin mana katta bo'lganimizdan keyin peshonamizda menga yozilmabdi san'atkor bo'lishlik. Men mana boshqa sohaga tanlashlikka majbur bo'ldim. Uyda xirgoya qilib turasizmi? Albatta. Unda qaysi qo'shiqni hozir bir to'rt qator eshitamiz? Juda qiziq. Men hozirgi kunda ko'proq hali yolg'iz qolganimda yoki bir zerikkanimdami shunaqa kitoblardan ham vaqt kelsa jicha zerikib qolasan, jicha o'tirib qolgan vaqtlarimda bir qo'shiq ko'proq ijro etaman. Bir qo'shiqni hali shuna to'rt qatorni aytib berib qo'yaman. Marhamat, tinglaymiz. Bu tomoshabinlarga ham qiziq bo'lsa kerak. Mehribonim, g'amxo'rim, jon dadam, jonim dadam, bellarimning quvvati, shavkatim, shonim dadam. Rahmat. Vaqtingizga ota-onangiz sog' bo'lsin, xonadoningiz. Endi men bu sizni qo'shig'ingizdan keyin arabcha tangoni ijro etish har bir artistni, xonandani bir orzusi bo'lsa kerak-da.
Ha? Bu juda ham bir avjilari baland. Biror yerlarda uni ustiga tili arabcha aytish qiyinroqda. Lekin bu qo'shiqni boyagina ko'rsatuvimiz boshida aytib o'tdik. Jahongir Jo'rabek Jo'rayev, kechirasiz, Jo'rabek Jo'rayev maromiga yetkazib ijro etibdi, hali tili to'liq chiqmagan bo'lsa-da va unga klip ham qildiribdi-da. Keling hozir mana shu qo'shiqni Jo'rabek Jo'rayev ijrosida qo'shiqni tinglasak, ko'rsak, nima deysiz? Tomosha qilaylik. Aziz muxlislar, efirda Jo'rabek Jo'rayev kuylaydi. Yes,
Aziz muxlislar, sizlar Munavvar kun dasturini tomosha qilyapsiz va studiyamizda vrach urolog Muzaffarjon Qahhorov ishtirok etyaptilar. Yana bir xush kelibsiz. Endi Muzaffarjon boya aytib o'tdingda, shu urologik kasalliklarga chalingan erkaklar shifokorga borgani tortinadi, iymanadi. Endi bay o'rgandan keyin bir kun borishga majbur bo'ladi-da. Boradida va sizga kasallik haqida to'liq aytmasligi mumkin. Qandaydir bir qismini yashirish mumkin-da. Shunda o'sha kelgan bemorni, patsientni siz qanday qilib ichidagi gaplarni sug'urib olasiz? Qanday yo'llar qo'llanasiz? Usullar bormi? Usullar bor. Bu bizga o'qish mahalimizda bizda psixologiya darsi o'tilgan, ya'ni shu psixologik usul orqali biz ko'p nimani kasallardan ichidagi dardini sug'urib olamiz. Ko'pchilik hijolat bo'ladi, aytgani, siz aytgandek kelgani hijolat bo'ladi. Shunda biz shunaqa psixologik yo'llar bilan o'zimiz endi masalan kasalni bir qandaydir miqdorini aytib qolganini aytmasa o'ziga ziyonda, to'g'rimi? Albatta shuning uchun tekshiruvni albatta biz tekshiruvlarga jo'natiladi. Bu tekshiruvlardan albatta oshkora bo'ladi nima kasalligi borligi. Xo'p, endi masalan ot minib yurgan odam urologik kasalliklarga chalinmasligi mumkin, chalinmaydi degan so'zlarni aytib yurishadi odamlar. Bu qanchalik to'g'ri? Endi bu ham bir sabab, to'g'ri. Endi chalinmaydi deb to'liq bilan ayta olmaymiz-ku, lekin bir oldini olishi mumkin. Bu juda ham biz o'zi tavsiya qilamiz. Ot chunki egarsiz minishlikni, ya'ni otdan o'zidan issiqlik chiqarib, shunga mingan erkak kishini pesho kasalliklaridan oldini olishlikda bu ham bir sababi. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetyapti. Sizga bir 20 sekund, 20 soniya vaqt beramiz. O'zingizni teletomoshabinlarga, yaqinlaringizga o'zingiz bir tilaklaringizni bildirib olsangiz bo'ladi. Marhamat, kamera. Rahmat, bizni shu studiyaga taklif qilganlarga, biz teletomoshabinlarga tilaklarim albatta sog' salomat bo'linglar, o'zingizlarni salomatliklar qadriga yetinglar, albatta saqlanglar. Bu salomatlik juda ham eng oliy, eng tillaga arzimaydigan bir arzimaydigan narsa hisoblanadi. Rahmat, qimmatli vaqtingizni ajratib studiyamizga kelib tomoshabinlar bilan bir savollarga javob berganingiz uchun, ularni bir ko'ngilni olganingiz uchun sizga katta rahmat aytamiz, tashakkur bildiramiz. Aziz muxlislar, siz Munavvar kun dasturini tomosha qildingiz va bugun bizda Darmonosh klinikasining vrach urologi Muzaffarjon Qahhorov biz bilan suhbatda bo'ldi. Yana bir karra eslatib o'tamiz, Munavvar kun dasturini haftaning shanba kunidan tashqari har kuni soat 12 dan soat 14 dan 10 daqiqa o'tganda, juma kuni esa soat 15 da tomosha qilishingiz mumkin. Intimoqni kuzatib boring. Bugun sizlar bilan studiyada men Shavkatbek Umarov bo'ldim. Navbatni so'nggi xabarlar dasturiga berish bilan bugungi ko'rsatuvga yakun yasaymiz. Xayr, omon bo'ling.